Assalomu alaykum obunachilar. Bugun Yangi Bozor sentrdaman do'stlar. Supermarketda oldinda 6x4 do'konimiz bor ekan. Arendaga beriladigan. Shuni hozir qisqacha obzor qilib tanishtirib o'taman. Ko'rib turganingizdek, bu fasadi avval kimdir aviakassa bo'lib ishlatgan berdi. Konditsioneri ichida hamma narsasi bilan beriladi. Bu yerda tayyor biznes. Mana ko'rib turganingizdek, ichki holati va ko'rinishi ajoyib planda solingan. Konditsionerlar hamma narsasi ishlab turibdi. Mana ko'rib turganingizdek, razvedka to'q hamma narsa bor bu yerda mana do'stlar, stullari bor, barlarnacha bor, xonadillik, xullas tayyor Wi-Fi nacha o'tib turibdi mana. Namoyish qilaman desangiz bemalol qilaverasizlar do'stlar. Mana xohlasangiz mana bu yerda Gamburg pishiradigan apparatlar ham bor. Hot dog ham bor. Ana shunday, yana mayda xonadillik ham bor, kichkinasidan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomeri bo'ladi. Sentrda yo'l ustida bu, Urganch bilan yo'ldi bo'yinda supermarketda oldinda joylashgan bu. Arendasini kelishamiz deb turibdi. Zakonni biznes ishini qilaman desangiz, zo'r mesda. Mestasini gap qilish mumkin emas. U turimizda supermarket bor. Bu yog'imizga Gullanga ketasizlar, bu yoqqa Urganchga ketasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomeri bo'ladi. Bemalol telefon urib arenda olsangiz bo'ladi do'stlar. Joningiz omon bo'lsin, sog' bo'lasizlar.